shurupyorlarda legendasi bo'lgan nomer 1 shurupyorimiz yetib keldi. Ko'rib turibsizlar, bu shurupyorimiz yana ham yaxshi bo'lib kelgan, o'sha eski narxda. Bunda nimasi qo'shilgan? Bistriy zaryadkasi qo'shilgan, molotok funksiyalari bor. Buni ishlatib ko'ramiz. Chamadon kes, o'sha. Hop, garantiya taloni bo'ladi. Bu yerda o'zgargan narsalar batareykasi o'sha bo'ladi. Bunda prosta mana sizda ko'rib turibsizlar, molotok funksiyasi qo'shilgan и bistriy zaryadkasi bor. Bu bistriy zaryadkasi tezroq to'ldirishga yordam beradi. Ishlab ko'ramiz. Birinchi ko'rish, ikkinchi ko'rish. Zajin funksiyalari ham bor. Bundan tashqari, mana bu yerda ko'rib turibsizlar, bizda shurupyor va mini bolgarkamiz bor, 2 в 1. Bundan ham kelgan komplektida. Bu yerda esa gayka yo'rtimiz, Beauty brendidan gayka yo'rt ham kelgan. Kichkinaroq modeli va juda qiziq bo'lgan, ko'pchilikka ma'qul kelgan kichkinagina kasilkamiz bor. Ko'rishlar mumkin. Uzaytirsa bo'ladi, kichraytirsa bo'ladi. Mana bu yerdan yuguribga qilsa bo'ladi. Buni komplektida mana bu o'zini diskdan bitta chiqadi, bu temir pichog'idan ikkita chiqadi, bunisidan bitta chiqadi. Ikkita batareykasi, bitta zaryadkasi bo'ladi. Mana bu korobkada bo'ladi. Mana bu narsalarimiz yangilik, ko'rib turibsizlar. Bittasi katta, bittasi kichkina, bu shlipovka qiladigan apparatlarimiz. Ko'ringlar. Mana bu yerda esa bur mashinkalarimiz batareykaligi. Bu kichkina varianti, bu katta varianti. Mana shu ko'rinishda bo'ladi. Bu yangi modellarimiz va mana bunisi esa bu elektrik akalarimiz juda yaxshi tushunadi. Devorning orasidagi simlarni bu yerda ko'rsatib qo'ygan, mana bu yerda ma'lumotlari. Taxtani, temirni, toklarni ko'rsatib berar ekan. Kimga kerak bo'lsa, bemalol kelishingiz mumkin. Bundan tashqari bizda Randams kelgan kichkinasi, kattasidan ham bor. Beauty brendidan 250 litalik svarkamiz. Bundan ham keldi va yangiligi zo'ri, professional, o'zi kichkina, lekin kattaning ishini bemalol qilib beradigan Ubay brendidan sifati juda a'lo darajada svarkamiz. Buni ochib ko'ramiz. Chamadon kesda bo'ladi, ko'rishlar mumkin. Akkuratni qilib tashlagan bo'ladi. O'zi juda ham kichkina, lekin juda ham baquvvat, qulay. Dizaynlari juda cho'tki, yangi dizayni chiqqan, o'rtasida ventilator o'chib yoqadigani. Va oldida bo'lsa mana balandpast qiladigan funksiyalari bor. Sifatlari juda a'lo darajada chiqqan. Kimga agar shunaqangi sifatli zo'r instrumentlar kerak bo'lsa, Ubay Tools'ga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Sog' bo'lasizlar.